Yoriq tushadigan holat qilib olamiz. Bunda o'zi yoriq bor. Ko'rinyaptimi? Demak siz tevasini tiqmaysiz, ha? Yo'q. Yo'q, tagini. Tagini o'zi Men shunday. tevasini ham, pastini ham tiqardim-da, demak o'shanda ham xato bo'lishi mumkin, demak. Endi bu Endi sizniki ham ko'p bo'lgan u ish, ha? yo'q, cho'ntak ushlab turishga xolos kurtaydi bu. Ha, ushlab Kurtaydi buni lentani taglaginizda. Bo'lmasa o'zi shart narsa deng. U juda uni rol o'ynaydigan holat emas. Hozir quvaliklar teskarisini qiladi. Teskarisini ular boshqacha qiladi. Hozir mana Anvarjon tagini kelsa, ular tepasini kelsa. To'g'rimi? O'sha lentani bizda kurtaydi ushlatib 10 kundan keyin ma'lum bo'ladi-da bu. Shunaqa, xudo xolasa. Xudo xolasa effekt bersa, yopiq o'tirib olib, mana shu joy qilib beraman, yotib olib, bir boshda solaverasiz. Xudo xolasa. Olib qolsa. Kaltakni men oqarg'obot bilan nimadan olib kelib berib turaman. O'zingizga ma'qul joylardan. Qong'izdan. Xurshid ham juda yaxshi yigit. U aytdi, hoji bu mabodo ular qiladigan aka kelsa chaqirasa dedi. Bo'pti dedim. Qayerdanlar Xurshidjon? U Quvadan. Quvadan, ha. Payvandchida endi. Payvandchi, mutaxassis, haqiqiy mutaxassis u. 5 tami 6 ta qizlari bor. Qizlari bor. O'sha qizlar uylaydi. U boshliq xolos. Yo'q, o'zi ham ulaydi. O'zi ham uylaydi, o'shalarga Mana u ko'qatarda o'zi ulaydi-da. Agar ko'p bo'lsa, o'shalarni aytib keladi. O'zi mashinasida olib keladi. Bo'ldi, xolos.